Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar, nimaga nomeringizni aytmaysiz? Debdi boshida nomerimni aytib qo'y akalar. +996 bilan 706 403 410. Masif kutur akalar. Kompyuteri mana qilgan kontrolleri. Buni o'shdan topolmadik. Belki yaxshi istamadik, bilmadim. Lekin topolmadik. Egasi topolmadim deb keldi. Endi mana shu kontrollerda o'rniga qo'yamiz akalar. Qo'yamiz. Bu endi shundoqla tushmaydi bunga. Chunki bu ishtakilari boshqacha. Buni ishtakilari boshqacha. Buniki mana optim bitta solib qo'ygan hammasiga. Endi buni almashtirish uchun buni bu yerdan qirqib olamiz. Hammasini qirqib olamiz. Keyin bitta qaysi sim qayerga borganligini tekshirib, undan keyin motorni ulaymiz, keyin skuterimiz inshaalloh yuradi. Kimgadir qiziq bo'lsa kuzatib turasizlar. Kimgadir shunaqa ishlar kerak bo'lsa telefon nomerlarini aytib qo'ydik. İnşallah WhatsApp numaralarımız aşır. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Mana skuterlar bor, mana remontda hammasi. Mana akalar, vaqtincha ulab oldik. Endi buni o'zinikiga ulamadik hali ishlaydi. Kompyuterni motorga ulab tok verdik. Yurdi, Alloh kamtar bo'lsin. Bismillah. Endi bu narsani skuterda o'z bo'laymiz hammasini. Hozir motor bilan kompyuterni o'zini ulab turdik. Endi inshaalloh qolganiga ulasak, bu kompyuter bari ko'rsatadi, zamonlar yonadi, gazlar, skojlar mana shu ishlaydi. Inshaalloh hozir ulab, moshinalarni uzvoramiz hammasini. Endi mashina ulaymiz. Keyin inshaalloh ko'rsatib beramiz. Mana akalar, buni gazi ham o'lgan ekan, bu skuterda mana bu skuterimiz. Endi buni gazini ham almashtirish kerak. Bunaqa datchik bo'ladi, shundan chiqib ketdi simlari. Endi bizda bu skuterda gazi yo'q. Mabodo sizlarda ham shunaqa holat bo'lib qolsa, skuterda gazini topolmasanglar, mana mo'raviyda gazi bor. Shuni qo'ysa bo'ladi. Buni farqi, mana uchta skorisi bor. Mana bunda ham bor uchta skorisi. Endi mononisi oshiqcha bo'ladi, bu mo'raviyda zadniki bo'ladi, orqaga yuradigan knopka. Buni ulamay qo'yadi. Mana ishtakida ham uchta bo'ladi. Ana shuning uchun qo'ysa bo'laveradi. Monosimlarni chiqarib, uzib, moshtakirni uzib, o'rniga moni ulab qo'ysa bo'laveradi, tushadi. Hozir ulab inshaalloh ko'rsatamiz. Mana motorni gaziga ulab qo'ydik. Skuternikini endi bo'laveradi. Skuternikini uzib endi solsak bo'laveradi inshaalloh. Mana akalar, shuncha shtekir chiqdi, o'rniga boshqa shtekir qo'ydik. Mashinamiz yurdi mana. Alloh kamplar va sanolar bo'lsin. Mana kompyuterni yangi qo'ydik. Shtekirlarni ham pashti yarimdan ko'pni almashtirdik boshqaga. Bu o'ziniki mana. Endi yurgizib ko'ramiz akalar. Bismillah. Mana yondi. Endi gaz bosamiz. Bismillah. Ketdi mana. Speedometrlar ham ishlayapti mana. Skoroslar ham ishlayapti mana. Mana eng past skorosi. Mana ko'tarildi. Mana eng baland mana. Mana akalar. Bunga hamdlar va sanolar bo'lsin. Tayyor bo'ldi mana skuterimiz. Signallar ishlayapti mana. Salonlar ishlayapti. Farlar
Her şey yaptı. O zaman içini oldunu yok koyamız hazır. Ol şundan iş kalmadı. Rabbimge hamdlar ve sanalar olsun. Menakeler. Meskutur mena onları yürgüzdük. Allah diyordan buna. Kimge şuna kışlar kerey olsa müracaat için telefonlarda aytib ettik. Endi bizga like bosmasanglar ham foydali bo'lgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin deb qo'ysanglar kifoya. Shu bilan qisqacha videomiz tamom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.